Assalomu alaykum, kayfa halukum? Bugun sizlar bilan arab tilidagi wow harfini 7 daqiqa ichida o'rganamiz. Qani boshladik. Avvalo wow harfi arab tilidagi yagona harf hisoblanadi. Ya'ni yagonaligi nima desa, lab to'liq cho'chiyishi bilan talaffuz qilinadigan yagona harf. O'zi umuman arab tilida ikkita tovush bo'lib, ularda to'liq labimiz to'lig'icha cho'chiyadi. Ya'ni ularning birinchisi domma, ya'ni uni tovushi u, ikkinchi tovushimiz bu harf, ya'ni bugungi siz bilan o'rganayotgan wow harfimiz. Ya'ni o'zbek tilidagi v bilan arab tilidagi wow nima farqi bor deydigan bo'lsak, avvalo o'zbek tilidagi v qanaqa talaffuz qilinishini ko'rib chiqamiz. Talaffuz qiling. Va, vi, vu, avval, varre. O'zimizda v tepa tishlarimiz pastki labimizga tegish natijasida hosil bo'ladi. Xuddiki v, masalan, va alaykum assalom. Avval ko'rasizlar? Ya'ni tishim pastki labimga tegishi bilan hosil bo'ldi. Endi arab tilidagi wow qanaqa talaffuz qilinadi? Arab tilidagi wow lablarimiz to'lig'icha cho'chchayadi. Va. Men sizga buni yon tarafdan ko'rsataman. Xudo xolisa montajyorlarimizga aytamiz, yaqinlashtirib berishadi. Ko'rdingizda? Deganda labimiz to'liq cho'chchayadi. Va tepa tishlarimiz pastki labimizga urilishi xuddiki o'zbek tilidagi v ga o'xshab xato hisoblanadi. Arab tilidagi wow da umuman tish ishtirok etmaydi. Lablar to'lig'icha cho'chchayadi. Endi wow harfini talaffuz qilayotganimizda xatolar qanaqa bo'ladi desa, ko'ryapsizlar, lo'nch ishib qoldi. Bu bir xato. Va v o'zbek tilidagi v ga o'xshab etish xato hisoblanadi. Xo'p, endi wow harfini qanaqa sifatlari bor deydigan bo'lsak, birinchi sifati istifala. Ya'ni tilimizning orqasi ko'tarilmaydi. Qisman ko'tariladi, lekin masalan qo talaffuz qiling. Qo va qoni aytganingizda tilingiz orqasi ko'tarilyapti. Va deganingizda tilingiz orqasi juda ham qochalik ko'tarilmayapti. O'shaning uchun qo istilo, va esa istifala harf hisoblanadi. Ya'ni arab tilidagi 20 ta istifala harfning biri bu wow harfidir. Ya'ni istilo harfimiz 7 ta, istifala harflarimiz 20 ta bo'lsa, bitta ro'yimiz mustasno, ya'ni исключениyasi bor. Ya'ni u to'liq istilo ham, to'liq istifala ham bo'lmasa, wow 20 ta istifala harflardan biri hisoblanadi. Va uni tepasidagi fatha har doim istifala bo'lgani uchun vo emas, endi har doim va ya'ni a bilan talaffuz qilinadi. Ikkinchi sifati bu rohova. Bu nima deganida? Rohova maxrajiy suyanishi zaif, ya'ni havo to'lig'icha sirg'alib chiqib ketadi oxirgacha degan ma'noni anglatadi. Ya'ni o'zi rohovani ma'nosini ham o'rganadigan bo'lsak, bu sirg'aluvchi degan ma'noni anglatadi. Iu. Ya'ni e'tibor berayotgan bo'lsangiz, havo oxirigacha chiqib ketyapti, tovush oxirigacha boryapti va havo ham sirg'alyapti. Bu nimani hisobiga kelsa, maxrajga suyanishligi o'ta zaif bo'lgani uchun bu wow harfimiz rohova, ya'ni sirg'aluvchi bo'ladi. Agar eslasangiz, biz uni ziddalari, ya'ni uni qarama-qarshi tarafi bor, bayniya yoki shidda deb o'tgandik va endi bu rohova hisoblanadi. Uchinchi sifati bu hams yoki jahr. Hams arab tilida jarangsiz, jahr esa arab tilidan tarjima qilinganda jarangli degan ma'noni anglatadi. Va qo'lingizni qisqichdek qilasiz, tovush paychangizga qo'lingizni qo'yasiz. Tovush paychangiz qimirlayapti. Ya'ni mana bu hiqildoqda joylashgan kekirdek deganingizda vibratsiya bo'ladi. Va mana bu qachonki qimirlasa, ya'ni jahr bo'ladigan bo'lsa, havo kamroq chiqadi. Ikkinchi qo'lingizni bu yoqqa qo'yasiz. Havo chiqyapti, haqiqatdan ham. Endi buni aytganingizda havo juda katta miqdorda chiqadi. Nimaga desa, chunki tovush paycha qimirlamasa, bu degani ochiq turibdi degani havo ko'p o'tib ketadi. Qimirlasa, qaysidir ma'noda yopib turibdi, shuning uchun havo kamroq chiqadi. Endi wow harfida agar talaffuz qilgan bo'lsangiz, boshqatdan talaffuz qiling. Havo chiqib ketyapti. Ya'ni juda ham qamalib qotgani yo'q. Bu nimadan dalolat beradi desa, bu ushbu harfimiz infitah, ya'ni ochiq ekanligidan dalolat beradi.
Ya'ni tilimizning oldi va orqasi bir vaqtda o'zida ko'tarilsa, bu harfimiz itboq bo'lardi. Ya'ni tasavvur qiling, bu qo'lim til orqasi, bu qo'lim til oldi. Tilingiz oldi ham, orqasi ham, oldi ham ko'tarilib tursa, havoyiz til bilan tayning o'rtasida, tilingiz o'rtasida tasavvur qilasiz bu yoni, tayning o'rtasida, til bilan tayning o'rtasida havoyiz qamalib qoldi. Endi oldi ochilib bo'lsa, ya'ni oldi tushgan bo'lsa infitah bo'ladi yoki orqa tushgan bo'lsa ham infitah bo'lib ketaveradi, farqi yo'q. Itboq bo'lish uchun, ya'ni infitahni ziddi itboq bo'lish uchun orqa ham oldi ham bir vaqtda ko'tarilib turgan bo'lishi kerak. O'zi arab tilida bor yo'g'i 4 tagina harfimiz bor, itboq bo'lgan. Bu birinchisi to, ikkinchisi zo, uchinchisi sod, to'rtinchisi dod. Ya'ni juft bo'lgan harflar. To, zo, sod, dod harflari itboq hisoblanadi. Qolgan 24 ta harfimiz infitah, ya'ni ochiq degan sifatga ega bo'ladi. Ya'ni bunda havo ochiq chiqib ketyapti. Sababi tilimizning oldi va orqasi bir vaqtda o'zida ko'tarilmayapti. O'shaning uchun bu infitah bo'ladi. Bu asosiy 4 ta sifatlar. Agar esingizda bo'lsa, harflarda eng kamida 4 tadan 6 tagacha sifat bo'ladi deb o'tgandik va 4 ta sifat bu asosiy sifat hisoblanardi. Endi buni keyingisi, ya'ni vav harfining 5-sifati bor. Bu qo'shimcha sifat. Bu lin degan sifat hisoblanib, o'zbek tiliga tarjima qilinganda yumshoq, yengil degan ma'noni anglatadi. Ya'ni nima yumshoq, nima yengil desa yoki qachon bu lin qoidasi, lin sifati vovda ishlaydi deydigan bo'lsak, o'zi sukunli, o'zidan oldingisi fathali bo'lganda, masalan, av bo'lganda ishlaydi bu vovdagi lin sifati. O'zi nima yumshoq, nima yengil deydigan bo'lsak, talaffuzi yengil. Masalan, talaffuz qilib ko'ring, talaffuzi haqiqatda qiyin. Bu osonroq. Ya'ni xuddi shunaqa. Vovda lin sifati harfimiz yengil, yumshoq chiqishi uchun xizmat qilar ekan va biz qachonki vov harfini sukunli holati va undan oldingi harfimiz farqi yo'q, harf nima bo'lishidan qat'iy nazar, fathasi bo'lsa, harakati fatha bo'lsa bo'ldi. Aynan o'sha o'zi sukunli, o'zidan oldingi fathali bo'ladigan bo'lsa, biz uni yumshoq, yengil talaffuz qilib av, nav, rov, kav ko'rasiz-da, av bo'lib tugayapti. Agar qachonki xuddi shu holat bo'ladigan bo'lsa, biz vav harfini linini, ya'ni yumshoqlik yoki yengilligini his qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu siz bilan o'tmoqchi bo'lgan vav harfimizning mahraj va sifatlari va to'g'ri talaffuz edi. Agar siz darsni yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, hech qisi yo'q, yana qaytadan ko'ring. O'zingizga, qaydnomalaringizga o'sha kerakli ma'lumotlarni yozib qoldiring va o'zingizda ishlang. Albatta bizdagi talaffuz qilishga harakat qiling va Xudo xohlasa sizga ham o'xshaydi. Keyingi darslarda ko'rishguncha ilal liqo, ma'as salama.